Assalomu alaykum Cherry Farg'ona obunachilari. Bizning Cherry avtosalonimiz o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Sizlarga yana bir bor lokatsiya haqida ma'lumot berib o'taman. Farg'ona shahar Ahmadboyevskiy massiv Zakanal 3 da joylashgan. Ertalab soat 9 dan kechki soat 7 gacha ishlaymiz. Dam olish kunlarisiz. Kelib shu yerda o'zlaringga yoqqan mashinalarni tanlab, haydab ko'rib, yoqqanini olib ketishlaringiz mumkin. Sizlarga hozir yana bir bor mashinalar haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Ichkariga kiramiz, har bittasini bittadan ko'rib chiqamiz. Aziz obunachilar, bizning hozirdagi eng trendda turgan mashinalarimizdan bittasi Ariza 8 modeli hisoblanadi. Bu gibrid. Hozirda 340 ot kuchi, 1.5 turbina motorda bo'ladi. O'zbekka nimasi qiziq? Kam rasxodligi qiziq. Bu 3.9 ta benzin rasxod qiladi. Общий zapas xodi 1400 km, tokda o'zida 125 km yuradi. Faralarimizga keladigan bo'lsak, LED fara bo'ladi. Bu o'zini-o'zi dalniy bilishni qiladi, ya'ni ko'proq ko'cha tilida aytganda matrica deyiladi. Rolini buradigan bo'lsangiz, hozirda hammada bor. Faralar ikki tomonga burilib beradi. Bokovoy chasiga keladigan bo'lsak, bokovoyda 360 kamerasi, slipoy zonasi hamda o'zining gabarit chiroqlari bilan jihozlangan. Bokovoylari ham isitadi. Ichki saloni polni ekoko'jadan bo'ladi. Abduf Abagrev himoya bo'ladi salon sideniya pamitlari hamda 360 kamera ichidan ham ko'rishingiz mumkin. Полоса удержания, cruise control, adaptiv control, беспроводной zaryadka. Hozirgi kunda hamma narsasi bor mashina full hisoblanadi. Buni o'zini 3 xil hidli Suxoy tumani ham bo'ladi. Mashinani zaryadka olishi qanaqa bo'ladi deb savol berayotganlar bo'lsa agar 20 dan 80 gacha bistira zaryadkada 18 minutda to'ldirib beradi. Bu degani yarim soatga qolmasdan siz zaryadkadan chiqib ketasiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, o'zini parkovочный kamera, ya'ni bu 360 ga ham olib beradi. O'zini 4 ta partronigi bo'ladi. Bu partroniklar, ya'ni siz orqadan mashina kelganda keyin o'zingiz parkovka qilayotganingizda kerak bo'ladi. Xo'p, arqa bagaj hajmi 570 litr bo'ladi. O'zini samoferi bilan jihozlangan, ya'ni mashinaning samoferlari Sony bo'ladi. 9 ta Sony komplektatsiya bilan jihozlangan. Orqada mashinamizda o'zida zapaska balon bo'lmaydi, ya'ni bu Euro 6 mashina hisoblanadi. Mashinani o'zingiz yamab ketishingiz mumkin. Balonning ichiga как penadaqa haydaysiz. Mashina ko'rishlaringiz mumkin. Bularga asosan garantiyasi qiziq bo'ladi. Bu gibridligining hisobiga batareykasiga 8 yil, elektronikasiga 7 yil, motor bilan korobkasiga 200 ming kilometr garantiya beriladi. Zapchastlarida muammo bo'ladi deganlar uchun zapchastlardan muammo bo'lmaydi. O'zimiz servisimiz bor. Bir kunga qolmasdan ishlaring bitadi. Xo'p, bu modelimiz o'zi yaqinda taqdimoti bo'lib o'tdi. Tiggo 8 gibrid hisoblanadi. Ariza 8 da davomchisi. Bu gibrid, bunda ham xuddi shunaqa 340 ot kuchi, 1.5 turbina motor bilan, bunda faqat rasxodi 5 litr bo'ladi. Crossoverligini hisobiga. Tokda 100 km yuradi. Buni ham garantiyalari xuddi shunaqa 8 yil batareyasiga, 7 yil elektronikasiga, 200 ming kilometr motor korobkasiga. Buni yana eng qulay tomonidan bittasi bu 7 kishilik hisoblanadi. O'zbekistonda yagona bo'lib turgan 7 kishilik crossover gibrid bo'ladi. Ichlari bunda ham xuddi shunaqa pamit sideniya 3 talik, Abduf Abagrev 360 kamera, panoramli luk, nima qilib aytganda 32 lik televizor ham qo'yilgan. Ag'idan massaj atamankasigacha bo'ladi. Mashinani faqat olib haydash uchun miniladi xolos. Orqalari ham juda keng, sideniyalar, orqa sideniyalar ham isitadi. Oldi orqaga qilib o'zingizga moslab olaverasiz. Buni bagaj hajmiga keladigan bo'lsak, buni bagaj hajmi, ya'ni oldidagi sideniyalar ham yotqizilsa 2,5 tonna bo'ladi. Bu degani siz o'zingizga spanlik vazifasida ishlatsangiz ham bo'ladi, uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsangiz. Orqadagi detskiy sideniya deyiladi asosan. Bizda chiqqan mashinalar faqat yosh bolalar chiqaradi. Bunga 14 plus hisoblanadi. O'zini zaryadniklari, o'zini samofer, hamma narsasi bilan jihozlangan bo'ladi mashina. Ya'ni mashina asosan elektronniy. Qo'lingizni qo'yadigan bo'lsangiz ham qaytarib ochib yuboradi. Ichida buni yana bitta komplektatsiyasi, bunga to'xtalmaslik bo'lmaydi. Alisa, ya'ni o'zbek tilida o'zimizda aytishcha Alisa deyiladi. Mashinani gaplashib ish qildirsangiz bo'ladi. Faqat yurmaydi xolos mashinalar. Chunki mashina yuradigan bo'lsa, ko'chada ochiq holatida biroq haydab ketishi mumkin. Shu holatdan qo'shilmagan. Xo'p, obunachilar, bu bizning eng katta motordagi mashinamiz hisoblanadi. Tiggo 8 Pro Max hisoblanadi. Bu 2 turbina motorda, to'rala balon ham tortadi. Off-roadga yuraman, oilam katta, damagani boraman deganlar uchun juda ham qulay komplektatsiya hisoblanadi. Buni ichlariga keladigan bo'lsak,
eko ko'jadan emas, nano ko'jadan bo'ladi, tabiiy ko'ja ya'ni. Bunda ham xuddi shunaqa 360 kamera, slipoy zonasi, video registratorigacha bor bunda, panoramniy luk, беспроводной zaryadka, korobkalar robot bo'ladi bularda. Hozir ko'rganlarimiz ham robot bilan jihozlangan. Ichlarida massaji, bu ham 7 kishilik, orqada o'zini samferlargacha bo'ladi. Bularning narxi 481 million so'm, hozirda naqdga, avtokreditga 25 million hamma mashinamizga skidkamiz bor. Xo'p, obunachilar, kichkinaroq, lekin to'rala balon tortadi, men o'zim toqqa chiqaman, o'zim uchun jaydari mashina kerak deydigan bo'lsangiz, 7 Pro Max tavsiya qilamiz. 1.6 turbinada to'rala balon tortadi, ya'ni bu off-roadga, toqqa damogani juda ham mos mashina. Ichlariga keladigan bo'lsak, eko ko'jada bo'ladi. Ichlari eko ko'jada, korobkamiz robot, беспроводной zaryadka, 360 kamera, slipoy zona, video registrator, hamma narsa bilan jihozlangan. Ikkitalik sideniya pamit bo'ladi. Sideniyalar hammasi elektronniy. Podveskalari nezavisimli bo'ladi. Bularda hammasida asosan bularda rasxodi 8 ta 7 ta rasxod qiladi mashinalar. Bagaj hajmiga keladigan bo'lsak, bunda 500 litr, buni o'zini alohida shtorkalari ham bo'ladi. Shtorkani tortib qo'yib turib 5 kilogacha yuk tashlashingiz mumkin. Lekin buni zapaskasiga alohida to'xtalmasak bo'lmaydi. 7 Pro Maximizda 1 zapaska bo'ladi, ya'ni dagatga aravachani baloni bo'lmaydi. Bular ham xuddi shunaqa elektronniy, бесключевой dasturlarigacha bor. Kalit bilan kelasiz, mashina o'zini-o'zi ochib beradi. Agar qo'lingizda narsa bo'ladigan bo'lsa, bagajni oldiga kelib turib, orqaga jilsangiz, bagajni ham o'zi ochib beraveradi. Aziz muxlislar. Xo'p, keyin sizlarga asosan aytib o'tishimiz kerak, ixchamroq shaharning ichida ishga borib kelaman deydigan odamlar bo'lsa, propan ham qo'ymayman, metan ham kerak emas, prosta benzin quyib maza qilib minaman deganlar uchun Tiggo 2 modelini tavsiya qilamiz. Bir turbina motorda 102 ta ot kuchi bo'ladi bunda. Buni rasxodiga to'xtalmasak bo'lmaydi, 5,5 ta rasxod qiladi. Bularda ham ichi hammasi komfortli. Bu bitta pozitsiyada bo'lgan hisobiga buni luki bo'ladi. Qo'lni o'zi ichidagi ikkita oldi sideniyada abagrev, rul abagrevi bo'ladi. Aynalar isitadi, bokovoylar isiydi. Polni avtomat bo'ladi mashinamiz. Balonlarimiz 17, ichlari polni eko ko'jada, ya'ni sizga chexol-pixol ishtima kerak emas. Olasiz, minasiz mashinani. Bularning narxi juda ham qulay. Hozir 25 million skidka bilan 190 millionga tushgan. Bagaji kerak, kattaroq narsa solib yuraman deganlar uchun ham juda qulay. 420 litr suv sig'imiga ega. Bunda o'zida kichkina dagatka balonlari bo'ladi. Orqada o'zini parkovchniy kamera. Bunda endi 360 kerak emas, chunki mashinaning gabariti ham o'zi ham kichkina. Shuni hisobiga orqa parkovchniy kamera qo'yilgan xolos. Xo'p, keyingi modelimiz bizda Ariza 6, ya'ni o'zbeklar ichida uji bu taniqlanib bo'ldi. Hamma bilib bo'ldi bu mashinani. Bu hozirda salonimizda ikkinchi pozitsiyasi turibdi. Buni biri ham, uchi ham bor. Nalichida bor, kelib olaman deganlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Bu 1.5 turbina motorda bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 1.5 atmosferni, ya'ni metan qo'yib minaman deganlarga juda ham mos. Bu 1.5 turbina motorimiz 140 ta ot kuchida bo'ladi. 7 ta rasxod qiladi. Propan ham shart bas. Buni ichki salonlari bizda hamma mashinani ko'rib chiqdik hozir. Eko ko'ja bilan qilinadi, lattalik bo'lmaydi. Bunda oddiy kontrolda bo'ladi, chunki bu ikkinchi pozitsiya. Keyin eko sport tizimi bilan yuradi mashina. Oilaviyga, shahar ichida tezlikni yoqtirganlar uchun ham juda mos, chunki juda ham tezlanib beradi. Bagaj hajmi bunda ham xuddi shunaqa, orqa parkovchniy kamerasi bor. Bagaj hajmi 500 litr bunda ham. Bunda ham o'zining zapaskalari, hamma narsasi bilan bo'ladi mashina. Ya'ni olish kerak, minish kerak. Azizlar, agar ko'raman desalaring, yana boshqalarini Ariza 6larni boshqalari ham bor. Sizlarni Cheriat salonida kutib qolamiz hammalaringni. Sizlarga pastiga nomer yozib qo'yamiz. Shu nomerga bog'lanib, to'liq ma'lumot olishlaring mumkin.